Assalomu alaykum yurtdoshlar. Bugun xudo xolasa 4-iyundan Urganch dehqon bozorida o'liqasi bilan Infinbank ikkisini sizlarga ko'rsatib o'tamiz. Kanalimizga yangi bo'lsangizlar obuna bo'lib ko'ringlar, bizdan sizlarga informatsiya. Bugun bankda 1.197 ekan bank. Rubl 150. Euro 1.300. Xullas bozorga borib bozordagi informatsiyalarni bilamiz. Undan sizlar homiylarimizni videosini qo'yib beraman. Agar sizlarga bitta texnikalar kerak bo'lsa, ana rasurishga tushibdi. Rasurishga berib turibdi. Markaz 5 blok. 5 blokning orqa tomonida stanga o'sha magazini. Adreslar, telefon nomerlari ekranda chiqadi. Shuni ko'rib turinglar. Bozorni o'rganib, keyin sizlarga ma'lumotlarni yetirib beraman. Keyin hozir siz o'n konditsioner olaman deb bilganlar uchun bu yerda hozir konditsionerning bahosini zo'r narxda qo'yibmiz. 12ligini 1.330.000 so'mdan faqat o'zini ustanovkasiz o'zini 1.330.000 ga 3 oyda bo'lib to'laydi. Oldindan to'lab bo'lmaydi, keyin yerdan to'lab boshlaydi. 1.330 marta 3 marta to'laydi. 43lik televizorimiz, YouTube, Smart, Galazoy hamma narsani poddesh ketadi. 3 oyga 750.000 so'mdan o'zini pulini bo'lib to'laydilar. Hech qanday foiz ustama bo'lmaydi. Rasurishga to'g'ri bir dona pasport bilan chiqaramiz. 55ligi bor, kattaroqi 55ligini 1.400.000 so'mdan 3 oyga to'g'ri bo'lib to'lasalar bo'ladi. 65lik kerak kattaroqini ko'raman desalar 1.990.000 so'mdan 65ligini qo'yib 1.090.000 so'mdan 7 kilolog avtomat 3 yil garantiyasi bilan 6 kilologimiz esa 6 kilolog 1.070 degan, 850.000 so'mdan ekan. Yo'q, 850.000 so'mdan 6 kilolog o'zining narxini to'g'ri 3 bo'lib to'laydi. 850, 3 oy. 350.000 so'mdan kullerimiz bor. 3 marta 3 bo'lib to'laydi, 350 dan oyna chiqib turibdi. Yozda salqinda oyna buzning suvini chiqarib ichga qo'yamiz. Kerak narsa-da beramiz. Hozir rasurishga qo'ygan muddati bormi? 10 kun qo'yibmiz hozircha. 10 kun. Havo cho'zladim bo'lsa yana e'lon etamiz. Hospitatinglar. Rasurishkadan foydalanib qolinglar. Ishning takliflar bilan chiqib turibmiz. Telefon nomerlarini qoldiramiz. Kimga kerak bo'lsa, to'g'ri nomerlashib, telefonlashib kelaverasizlar. Xullas, bozorga keladigan bo'lsak, yurtdoshlar bozorni to'liq eshitamiz, ha? Aytmasdik, qaranglar. Toshkentda kvartira ijaraga beriladi. Kimga kerak bo'lsa, Toshkentdan kvartira uy egalarining telefon nomerlarini ekranda qoldiraman. Qaranglar, aytib o'taman. 3 xonali kvartira bor. Keyin 2 xonalini 3 xonatirgan kvartira ham bor. Chilonzorda. Assalomu alaykum, yaxshimisizlar? Chilonzorda, Toshkentda 15-kvartal, keyin arqasida 3-kvartal yodimda yo'q. Xullas, makler yo'q o'rtada. To'g'ri, egasini o'zidan chiqasizlar. Bilasizlar, kvartira istima desang, $50 kvartira ustidan $50 yana komissiya puli berasan yana top bergan uchun. Shuning uchun uy egalarining o'zlarining nomerlari ekranda. Murojaat qilaverasizlar. Qaranglar, bozorga keladigan bo'lsak, bozor $100 ni 1.195 dan tutib ta 1.200 dan qolibdilar. Keyin rublning ahvoli og'ir, 155 tutib 158 o'rtaligida. Keyin tanga 24.000 so'm tanga, 100 euromiz 1.300, 1.350 atrofi bo'lib turibdi. Turk puli shu 1000 lirani 200 dan tutib 250 dan chegalaydilar. Sotsi dollar bilan rublni 5000 so'mdan 10.000 so'mdan o'ynaydi ustunda, yevro bilan turk pulini ustunda 50.000 dan 100.000 ga o'ynaydi. Sotsi, to'g'rimi? Ana shunday yangiliklar, bugungi yangiliklarni bilaman desangizlar, sog' bo'linglar, bizni kuzatishni davom qilinglar.